Akalar, navbatdagi og'anagan Cobalt'imizni sotib oldik. Bu mashinani Hojibog'dan sotib olganmiz. Ko'rishinglar mumkin, og'anagan mashina. Ukajon, ko'pchilik ishonmaydi shu gapga. Birga borib savdo qilganmiz. Shu mashinani kimdan oldik? Hojibog'dan Yangiyerda, masjid imonida. Xuddi shunday. Masjidga borib kelgan, jentr ekan, lekin o'g'illariga berganda mashinani og'darib qo'ygan ekanlar. Bu mashina bitgandan keyin ham Hojibog'ning mashinasi deb aytilmaydi, to'g'risi fakti bilan aytiladi, rasm videolargacha ko'rsatiladi. Mashq holatda bitgandan keyin bozorga olib chiqib sotiladi. Labo'ylar ezilgan, tomlar miyachini bo'lib ketgan, oldi krlolar ezilib yotibdi, kapotni ishi bor, fara, bamper, shveller, radiator, xullas buyonlarning ham ishi bor. Salon holatlarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Salonda airbaglar otmagan, ideal sostenada turibdi. Bu mashinani o'g'illariga bergan va og'darib qo'yishgan, bizga Instagram platformasi orqali murojaat qilib sotib olishdi. Xullas, akalar bemalol murojaat qilinglar, pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Yaxshi narxlarda avariyli mashinalarni butun O'zbekiston bo'ylab, ya'ni vodiy voha bo'ylab borib olib ketamiz. Bemalol murojaat qilinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.